Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni kuzatib borayotgan do'stlar. YouTube'da ancha vaqtdan beri o'sha video yuklashga vaqt bo'lmayapti. To'g'risi men o'zim hozirda yo'nalishimni o'zgartirganman. Ya'ni sun'iy intellekt dasturchisi bo'yicha o'zgartirdim yo'nalishimni. Bundan 1 yildan ham sal oshiqroq vaqt bo'ldi. Mana shu yo'nalishni kursga yozilib, mana shu kurs bo'yicha boshlab, endi hozir kurs tugatib, o'sha ishni boshladim. Aynan mana shu mavzu yuzasidan YouTube'dan biroz chetlashdim, chunki YouTube'da hozir mana ko'rishlaringiz mumkin, oxirgi vaqtlarda juda ham o'sha o'zgarishlar katta bo'lib ketdi. Kanal yurgizishda qiyinchiliklar juda ham ko'payib ketgan, misol uchun. Ya'ni stabil bo'lmaganligi uchun, har doim bir xil natija ola olmaganligim uchun, har doim ham yaxshi natija berolmaganligi uchun YouTube'ni qaysidir ma'noda, lekin hozir ham YouTube'da davom etyapman. O'sha YouTube'da nima deydi, yo'nalish bo'yicha ishlash, boshqa bo'yicha hech qanday to'xtab qolgani yo'q, lekin asosiy ishim YouTube emas hozir. Oldin asosiy ishim YouTube bo'lardi, faqat YouTube bilan shug'ullanardim. Hozirda o'sha asosiy ishim sun'iy intellekt dasturchisi, ya'ni AI engineering deyiladi. Mana shu yo'nalish bo'yicha ishlayapman va YouTube'da qaysidir ma'noda chetlashdim. Endi baribir qo'shimcha ishlayman, YouTube'dan qo'shimcha daromad qilaman degan insonlar bor. Misol uchun mana bunaqa har xil o'yinlar qilib yaxshi daromad topayotgan insonlar bo'lishi mumkin, yoki horror gameslar deydi, ko'pincha qiziqtiradi insonlarni, yoki ko'pincha prosmotrlar yaxshi olib keladi, yoki life hack yo'nalishida ko'plab insonlar misol uchun ishlayapti, boshqa qilishyapti, ancha yaxshi daromad topayotganlar bor. Misol uchun YouTube'dan daromad qilsa bo'lmaydi, ko'pincha aytadi, daromad qila olmadim, bir necha yil yurdim yoki bir necha oy yurdim deydi ko'pchilik. YouTube'dan daromad qilsa bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q bunda. Lekin YouTube shunaqa narsaki, qaysidir ma'noda bu nima qilishingiz kerak? O'zingiz ko'proq shug'ullanib, ko'proq analiz, ko'proq tahlil, ko'proq o'sishlar, rivojlanishlar qilmasangiz agar yaxshi natija ola olmaysiz YouTube'dan. Mana shunaqa tinimsiz o'ziga yarasha shunaqa holat bo'lib qoladiki, gohida aytishimiz mumkin, mana 1 oy misol uchun 1 so'msiz qolib ketishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam keyingi oyda 3000-4000 dollar o'sha 3-4 oyni bosib yuboradigan darajada pul ham topib olishingiz mumkin. YouTube'ning shu joyi yaxshi. Aynan men o'zim YouTube'dan juda ham katta pullar topganman. Hozir endi unchalik ko'p emas, lekin o'sha vaqtimni kam ajratganim sababli, o'sha ikkinchi darajaga tushirib qo'yganligim sababli unchalik e'tibor bermayapman YouTube'ga, lekin bitta men o'sha ko'nglim to'lmagan tarafi shuki, YouTube'da daromad stabil emas. Har doim bir xil daromad kelmaydi. O'zgaradi, ko'payib ketishi mumkin, juda ham kamayib qolishi mumkin, minusga ham kirib ketishingiz mumkin. 1,5 dollar ishlab turgan kanalingiz birdaniga o'sha nima deydi, taqiq tushib, yopilib ketib qolishi ham mumkin, 1 so'msiz qolib ketishingiz ham mumkin. Mana shunaqa joylarga tayyor bo'lishingiz kerak-da YouTube'da ishlash uchun. Yo'q, men asosiy daromadim bor, qo'shimcha ishlayman, orada vaqtim bo'ladi deydiganlar uchun juda ham zo'r. Sizga qo'shimcha daromad kelib turadi. Kelmay qolgan taqdirda ham, qaysidir oyda kelmay qolsa, o'zingizning oyligingiz bor, bemalol ketaveradi. Shunaqa insonlar bor, misol uchun ishi bor, ortiqcha vaqti ko'p. O'sha vaqtda nima qilishini bilmaydi yoki bekor yuradi. Faqat telefon kavlab o'tiradi. O'shandan ko'ra YouTube'da shug'ullansa, ancha daromad qilsa bo'ladi. Lekin shug'ullanganda ham o'sha men har doim aytaman, insonlarga foydali bo'lgan yo'nalishda shug'ullanish kerak. Faqat bekor vaqtni olib qo'yadigan yoki kimdir o'sha qo'rqishiga sabab bo'ladigan yoki kimdir o'sha nima deymiz endi, ma'naviy jihatdan, aqliy jihatdan salbiy ta'sir qiladigan narsalar qilmaslik kerak. Pul bo'lsa bo'ldi deb turib ko'pchilik qilaveradi. Pul topsam bo'ldi deydi. Pulni ham topasiz, hamma ish qilasiz, lekin bu sizga yaxshi yuqmaydi, buyurmaydi. Mana shunaqa minus tomonlari ko'p bo'ladi. Shuning uchun yaxshi foydali video bo'lsa, juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Insonlarga foyda olsa, o'shandan biror narsa o'rgansa, vaqtini foydali sarflasa, juda ham yaxshi. Yosh bolalar uchun misol uchun mana o'rganish darslari bor, ilm olish darslari, alfavitlar, boshqa ranglar mana shunaqa qiladigan bo'lsangiz juda ham yaxshi. To'g'ri, bu yo'nalishda raqobat ko'p, lekin yaxshi qilib qiladigan bo'lsangiz juda ham zo'r ketadi videolar. Chunki bolalar mana ko'radi, qiziqadi, ilm o'rganadi. Va buni orqasidan nafaqat yomon narsa, sizga savob keladi. Chunki siz ilm o'rganishyapsiz, o'shanga vaqt ajratyapsiz. Boshqa qilyapsiz.
Mana shu tomondan albatta nima qilish kerak, harakat qilsa bo'ladi. Demak, eng yaxshi nisha tanlash bo'yicha nima der ekanmiz? Nisha tanlaganda eng birinchi e'tibor beradigan narsamiz mana shu ekan. Insonlarni vaqtini bekor olmasin. Ikkinchisi, sizni vaqtingizni ham juda ko'p olib qo'yadigan bo'lsa ham bo'lmaydi. Misol uchun mana asosiy ishingiz bor, undan tashqari buni qilmoqchisiz, lekin ko'p vaqt olib qo'yadiganini tanlab qo'ydingiz. Lekin shuni tanlaganingiz hisobidan, misol uchun bir kun turib bir kun video yuklashingiz kerak-ku. O'shanga ulgura olmayapsiz. Bu ham yaxshi emas. Ko'p vaqt olmasligi kerak. Orada misol uchun mana qaysidir joyida insonni hayotiga xavf tug'diradigan sahnalar bo'lmasligi kerak. Misol uchun pichoqdan biror narsani misol uchun yasashni, yo'nishni o'rgatyapsiz. O'sha pichoqni ishlatayotganda bolalar ehtiyotsizlik sababli qo'lini kesib olishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha joylarga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni xavfli tomoni bo'lmasin insonlarga. O'sha nima deydi, pichoq bilan ishlab beradigan joyingizni qo'ymay keting. Og'zaki aytib ketsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Yoki bo'lmasa, juda ham majbur bo'ladigan bo'lsangiz, o'shani ko'rsatishga xavfsiz tomondan ko'rsatib, o'sha bolalarga aytib, o'sha joyni, misol uchun, tomoshabinga aytish kerak. Mana shu joyda ehtiyot bo'lish kerak, qo'lni kesib olishi mumkin bu. Yoki kimdandir yordam so'rang yosh kattalardan degan yozuvlar qo'yib ketadigan bo'lsangiz, yo og'zaki aytib ketadigan bo'lsangiz, bu juda ham yaxshi. Demak, endi juda ham gapiramiz, hozir gap ko'p. Nisha tanlaganda e'tibor beringlarki, insonlarga foyda tegsin, ilm ulashsin va o'shandan kelgan daromaddan sizga nima deydi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladigan bo'lsin. Asosiy maqsadimiz mana shu. Ora-orada mana shunaqa foydali darslarni chiqarib turamiz. Xudo xolasa, bu darsimiz shu yerda yakunlanadi. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.